3. Aka qancha bo'ldi buqamiz? 27 million. Gap yo'q aka. Barakasini bersin, yashang. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman Shahidon mol bozoriga kelganmiz. Xudo xolasa bu yerdan olingan, sotilgan, qaytgan mol narxlarini sizlarga chiroyli qilib yoritib beramiz. Sizlar bo'lsa agar kanalda yangi bo'ladigan bo'lsalaring, bizning kanalga obuna bo'lib, kommentariyada chiroyli fikrlarni yozib, albatta videomizga bitta like bosib qo'ysalaring, biz xudo xolasa sizlar uchun har doim shunaqa sifatli videolar chiqarib boramiz. Akalar biz bo'lmasa bozorimizni boshladik. Mening chaqiq shvedlarimiz kelyapti. Ena bola. Aka qancha bo'ldik ena bola? Yo'q, sizlar tushganlar yo'q aka. Sotilmadi aka. Ha, qaytdimi? Bo'ldi aka, yashanglar. 45 millionga sotilmabdi. Mana aka, buqamiz kelyapti. Shopir aka qancha bo'ldi ekan? Narxidan. 5 tasi bitta bo'ldi. 5 tasi bitta bo'libdi. Xabarlari yo'q ekan. Aka qancha bo'ldi ekan? 14 million bo'libdi mana buqochamiz akalar. Mana akalar jupiga buqochalarimiz kelyapti. Aka qancha bo'ldi jupi? 30, 28, 30 million. 35? Gap yo'q aka, yashanglar. Hamma har xil aytyapti, narxda biz mo'ljal qilganimiz cho'ta chiqmayapti. Yo biz aldashgan, yo ular aldashyapti. Yana bilmadik. Ba'da yana bu katta buqamiz kelyapti. Narxini aytishar. Hozir kutaylikchi. Buqamas ekan bu xunojan ekan, lekin u konkret yetilgan ekan. O'ta chiroyli bo'lgan ekan. Aka qancha bo'ldi? Narxini so'rashmabdi. Mayli endi xabarlari yo'q ekan. Hoshtoq 45 million. Yashanglar aka, 45 million barakasini bersin. Gap yo'q aka. 45 million bo'pti bo'g'ozimiz mana akalar. Va yana bola qancha bo'ldi ekan bu aka? 30 million 500 ming. 30 million 500, yashang barakasini bersin. 30 million 500 mana yana bolamiz. Boy aka qancha bo'ldi bu qochamiz? Qancha? 12,5, yashang, zo'r. Aka sizniki qancha bo'ldi? 35 aka. 35 million, zo'r, yashang, rahmat, barakasini bersin. 35 million deyishyapti, bo'ylari ham birov 40 ga yetib borgan. To'palan qilib kelyapti. Akalarimiz beyda farqi yo'q, pul sanab o'tirishibdi. Mollarimiz ham tepaga qarab, u bittasi tortuvdi, qolgan 3 tasi chiqib ketdi. Vaziyat jiddiy. Nima bo'ladi endi? Nech pul oldi aka? 22 million so'm. Mollarimiz ag'dan aylanib, bag'dan o'tyapti. Assalomu alaykum hurmatli. Egalar kuydirishni yaxshi ko'radigan mollar shekilli bag'da mana buqamiz kelyapti. Aka qancha bo'ldi buqa? Bir 27, 28. Endi har xil aytyapti, narx shunga aka. 32 ga gap yo'q, barakasini bersin aka. 32 million. Aka sizniki qancha bo'ldi? 12,9, yashang, barakasini bersin aka. Chorvador akalarimiz tushunishadi. 1 yil 2 yil mol boqatda, undan keyin mana molni bozorga olib sotgandan keyin hamma charchoqlar esdan chiqib ketadi. Mana shu paytda o'zi like bosib qo'yasiz. Albatta yashang. Tog'a qancha bo'ldi? 17 million 100 ming so'm. Yashang, barakasini bersin. Aka qancha bo'ldi sizlar aka? 9 million 700. Jamshid Ranch. Aka taniganlar like bosib qo'yasizlar. Menimcha ena bola. Aka qancha bo'ldi bular? 12 milliondan, yashanglar, barakasini bersin. 12 milliondan bo'pti. Bittasi xunajim, bittasi buqacha ekan. Zo'r. Boy aka qancha bo'ldi? 25 million bo'pti. Nech puldan bo'ldi tog'a shvedlar? 25 ga 200 kom. 25 million 200 kam bo'pti o'sha ikkita jupi. Zo'r. Mana buqamiz kelyapti, qani narxini aytisharmikin, yo'qmikin? Nima deb o'ylaysizlar akalar? Menga ham qiziq. Ko'p maynaqa katta buqab chiqayotgan akalarimiz narxini aytishmaydi, nimagadir. Aka qancha bo'ldi ekan? 27 million, yashang. Aka qancha bo'ldi ekan? 50 million. Voh, u xunoqiq semental xunajin ekan, 50 million. Zo'r, barakasini ber. Va qancha bo'ldi? 18 million, lekin 18 million 4 ta odamni o'ra qilyapti. Tog'a qancha bo'ldi? 27 million bo'pti. Aka siznikichi? Akalar jup ena bo'lar ekan 27 million bo'pti. Barakasini ber. Aka qancha bo'ldi bu?
25 million bo'pti bu qochamiz. Barakasini bersin aka. Zo'r. Aka qancha bo'ldi? 27 million bo'pti mana mana. Xunajinchamiz. Holatlarni ham ko'rishlar mumkin. O'ta chiroyli holatda ekan. Buqani akalar injig'ich kelyapti. Boy aka narx qancha bo'ldi ekan? Boy 30 million. Yashang, barakasini bersin. 30 million so'm bo'pti mana shu buqamiz akalar. Aka echkimiz qancha bo'ldi yana bola? 4 million bo'pti. 50 ming kam. Zo'r. Aka qancha bo'ldi ekan? Ha, akamiz shopir ekan, narxidan xabarlari yo'q ekan, olib chiqib beryaptim deyishdi-ku. Ba'da mana akalar yana bo'lamiz kelyapti. Narxini so'raymiz, xudo xolasa. Akalar, agar videomiz yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib, fikrlaringni kommentariyada yozinglar-da, keyin kanalimizga obuna bo'lib qo'ysang, har doim shunaqa mol bozor narxlaridan xabardor bo'lib turasizlar. Aka, qancha bo'ldi bu? 24. 20 million. Yashang, barakasini bersin aka. Ba'da galach kelyapti. Aka, narxini aytib keting. 40 million bo'pti mana buqamiz. Zo'r. Aka, sizniki qancha bo'ldi qizilimiz? 30 million bo'pti. O, zo'r. Akalar, agar like bosib, kommentga niyat qildim deb ketsalaring, albatta uylaringga shunaqasi 10 ta 20 ta baylab boqishlik nasib qilsin. Men ena bolamiz chiqishi juda qiyin bo'lyapti. Endi narxini aytsa. Aka, qancha bo'ldi ekan narxi? Bo'ldi aka, yashang. Xo'p aka, yashang. Boy aka qancha bo'ldi jupi? Narxini bilishmas ekan, bu akamiz ham shopir ekanlar. Mana bu yoqda chikelyapti. Aka, narxidan xabaringiz bormi? Narxidan xabaringiz yo'q ekan. Aka, qancha bo'ldi ekan? 24 million so'm bo'pti mana shunimiz. To'g'ri ekan. Aka, qancha bo'ldi bu? Qancha bo'ldi uchasi? 62,5. O, ikkitasi 62,5 million so'm bo'pti. Aka, qancha bo'ldi bu qachon? Narxini bilishmas ekan. Hoji tog'a qancha bo'ldi? 22,5 bo'pti. Yana bolasi bu qacha ekan. Qancha bo'ldi aka jupi? 67. 6 ta. Ha, ikkita, to'rttasi o'tib ketdi. Siz qancha bo'ldi hoji tog'a? 28 million, voy. 28 million. Zo'r, barakasini bersin. Boy aka yana bola qancha bo'ldi? 43 million bo'pti. Bolasi buqacha shekil menimcha. Chiroyli. Aka, jupi qancha bo'ldi? 20 million, ikkitasi 20 million. Yashang, barakasini bersin. Aka, siz qancha bo'ldi? 19,200 ming mana shu buqachamiz 19,200 ming. Barakasini bersin. Aka, qancha bo'ldi jupi? 6 tasi qanchadan? 6 tasi 67 million bo'pti. Mana ikkita, 4 tasi, yana ikkitasi hali chikelyapti. 67 million 4 tasi. Akalar, yana bitta galas chikelyapti. Aka, qancha bo'ldi ekan? 18 million bo'pti. Boy aka, qancha bo'ldi sizniki? 14,5. 14,5 deyishdimi? Bolasi buqacha ekan. Mana bu yerda yosh buqacha ishqibozlar. Aka, qancha bo'ldi? Ikkitasi, ha? Yashang, barakasini bersin. Mana ikkitasi 39 million so'm. Bo'ylari nerginiki 1.10, mana 1 metr pilisida ekan. Mana bu yerda hoji tog'amiz chikelishyapti. Bizga ham shu yoshda mana shunaqa mol yetalab chikelish nasib qilaversin. Qancha bo'ldi hoji tog'a? 11,5. 11,5. Zo'r, barakasini bersin, yashang. Aka, qancha bo'ldi ekan? 47 million. Ikkitasi, ha? Ikkitasi 47 million so'm bo'pti mana. Aka, qancha bo'ldi? 24 million 300 ming so'm. Zo'r aka, yashang, barakasini bersin. Aka, qancha bo'ldi ekan, xabaringiz bormi? 27 bo'pti. Yashang aka, 27 million. Aka, qancha bo'ldi jupi? 16,5 ga jichakam. Zo'r. Aka, qancha bo'ldi siz? 14 million 600 ming so'm bo'pti. Voh, mana ena bola chikelyapti. Boy aka, qancha bo'ldi ena bolam? Narxidan xabaringiz yo'q-a? Gap yo'q aka, barakasini bersin. Ena bolamiz lekin chiroyli ekan. Olib paroda. Qancha bo'ldi boy aka? 28,200 ka. Ikkitasi 28,200 kami? Rahmat aka, yashang. 28 millionga 200 ming kam, 27 million 800 ming bo'ladimi? Shunda hurmatli kuzatuvchilar, zo'r. Mana akalar, buqalar. Aka, qancha bo'ldi?
Jupiga 46. Jupiga 46 million so'm bo'libdi. Hoji aka qancha bo'ldi sizniki jupi? 36 million bo'libdi mana jupi. Bunisi bitta, bunisi ikkita, ikkitasi 36 million so'm bo'libdi. Zo'r. Barakasini bersangiz deymiz. Hoji aka qancha bo'ldi? 21 million. Zo'r, barakasini bersin aka. 21 million so'm. O'ylari 1.30 pilisida. Aka qancha bo'ldi ekan? 20 million 600 ming so'm bo'libdi akalar, mana shu xunajinimiz. Odam to'sib qoldi. Aka qancha bo'ldi? 22 million so'm bo'libdi. Yosh xunajinchamiz akalar. Zo'r. Barakasini bersin deb qo'yamiz. Bu yoqda mana buqochamiz chiqilyapti akalar. Narxini bilamiz. Hoji aka qancha bo'ldi bu? 20 bo'ldi aka. Gap yo'q, barakasini bersin. 20 million bo'libdi mana shved gibrid buqochamiz akalar. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Aka qancha bo'ldi ona bola shvedlar? 23,5 aka. Siznikichi? 15 million so'm bo'libdi buqochamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, agar videoni shu yergacha kuzatgan bo'lsalaring, hammalarga kattakon rahmat. Unaqa qilmang. Albatta keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir o'tib ketgan o'zimiz ustoz Jamshid aka taniganlar bo'lsa kommentariyada yozib, akamizning hazillariga bitta like bosib qo'yasizlar.